Xullas 100% qizlarga aytadigan gapim mana shu opani o'zi aytib qo'yibdi. Eshitinglar. Demak, ko'p ayollarimiz erkak kishiga должендagi munosabat qilishadi. Xuddi erkak kishi kelish kerakdek, ularni muammolardan qutqarish kerak, gul podarka qilish kerak, chotki Louis Vuitton olib berish kerak, mashina olib berish kerak, uy olib berish kerak. O'zidan o'zi. Sen nima berasan? O'zimni beraman. Sen o'zini ichi to'la travma, o'zini ichi to'la kompleks, o'zini ichi bir garmonichniy munosabat sozdavать qiladigan ayol emas-da, hali. Bilinglarki, erkak kishi oyna. Oynaga ber deb ursang, oyna ham senga ber deydi. Oynaga qarab muhabbatingni bersang, oyna senga qarab muhabbat beradi. Seni aksing. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Sen eringni 10 marta hurmat qil, 11-martasiga seni hurmat qiladi. Siz adekvatniy, саморазвитый личность bo'lishingiz kerak. Ba'zilar aytadi, sizga gapirish oson, meni erim mamnaqa deb, siz eringizni mamnaqa deyishdan oldin siz kimligingizni analiz qilishingiz kerak. Конечно, siz